Alkogol shakarga boy mahsulotlar achiganda paydo bo'ladigan mo'jizaviy moddadir. Kayfiyatni xush qiluvchi ichimlik sifatida alkogol qo'shilgan suyuqliklar esa suvdan keyin turadigan eng mashhur ichimliklardir. Biz may yoki alkogol deganda odatda uni tanaga ta'sir qiluvchi eng mashhur vakili etanolning suvdagi eritmasini tushunamiz. Etanol esa markaziy asab tizimini susaytiruvchi va butun tanani zaharlovchi modda hisoblanadi. Uning asosiy ta'siri miya faoliyatini buzib, to'g'ri qaror qabul qilish, harakatlarni boshqarish va xotirani yomonlashtirishdan iborat. Shuningdek, etanol jigarga o'tkir zaharli ta'sir ko'rsatadi va uzoq muddatda sirroz kabi og'ir kasalliklarga olib keladi. Yurak qon tomir tizimida esa aritmiya va qon bosimi oshishini keltirib chiqarib, turli saraton kasalliklar xavfini keskin oshiradi. Uzoq muddatli alkogol iste'mol qilish esa ko'nikishni keltirib chiqarib, alkogolni tashlash jarayoni qattiq sinish, lomkaga olib kelishi mumkin. Yaxshilab joylashib olinglar. Bugungi videoda nega spirtli ichimliklar inson organizmiga bu darajada salbiy ta'sir qilishining ilmiy asoslarini ko'rib chiqamiz. Alkogol haqida gapirishdan oldin spirtlar haqida, ayniqsa etanol to'g'risida aytib o'tishimiz kerak. Etanol bu o'ziga xos kimyoviy xususiyatlarga ega bo'lgan rangsiz va tez yonuvchan suyuqlikdir. U suv bilan har qanday nisbatda mukammal aralashib, suv mavjud bo'lgan har bir joyga osonlikcha kirib boradi. Shu jumladan har qanday tirik organizm to'qima va hujayralariga qiyinchiliklarsiz o'tadi. Insoniyat olovli suvni minglab yillardan beri iste'mol qilib kelmoqda. Ammo bugungi kunda spirtli ichimliklar jamiyat salomatligi uchun og'ir hamda ulkan muammolardan biriga aylangan. Alkogolizm natijasida yuzaga keladigan xatarli xulq-atvor esa miyada sodir bo'ladigan o'zgarishlarga bog'liq. Aynan shu o'zgarishlarning uzoq muddat davom etishi insonni to'xtovsiz va haddan tashqari ko'p ichishga majbur qiladi. Bu o'z navbatida tanadagi barcha a'zolarga zarar yetkazadi. Bir martalik ko'p ichish yoki mastlik holati miya hujayralarida bir necha soat davom etadigan o'zgarishlarni keltirib chiqarsa, surunkali alkogol iste'mol qilish butun asab tizimida bir umrga saqlanib qoladigan ulkan moslashuv jarayonlarini paydo qiladi. Alkogolning inson xatti-harakatlariga qanday ta'sir qilishini tushunish va uni samarali davolash yo'llarini topish uchun biz molekulyar darajadagi sirli dunyoga nazar tashlashimiz kerak. Lekin boshqa bekimyoviy moddalardan farqli, spirt oqsillar bilan juda kuchsiz bog'lanadi. Masalan, organizmga ta'sir o'tkazadigan giyohvand moddasining miqdorini 1 deb olsak, alkogol ta'sir qilishi uchun million barobar ko'p spirt dozasi kerak bo'ladi. Tanaga bunday yuqori miqdordagi spirtning kirishi esa uning juda ko'p sonli nishonlarga ta'sir qilishiga olib keladi. Natijada inson organizmining alkogolga bo'lgan munosabati qisqa va uzoq muddatli o'zgarishlarga sabab bo'ladi. Alkogol ta'sirini o'rganuvchi tadqiqotlar endi boshlanganda, olimlar etanol tuzilishi juda kichik va oddiy bo'lgani uchun u shunchaki markaziy asab tizimi hujayralariga ta'sir qiladi deb ishonishgan. Biroq keyinchalik ma'lum bo'lishicha, etanol faqat o'ta yuqori miqdordagina asab tizimiga hujayralar darajasida ta'sir qilar ekan. Shu sababli tadqiqotchilar o'z e'tiborlarini mast bo'lishning boshqa sabablariga qaratishgan. Bu boradagi ma'lumotlarning aksariyati esa hayvonlar ustidagi tajribalardan, alkogolizm bilan og'rigan marhumlarning tana to'qimalari tahlilidan va laboratoriyadagi hujayra tuzilmalaridan olingan. Alkogolga sezgir hujayralar insonlar, sichqonlar, kalamushlar va hatto mitti meva pashshalarida ham deyarli bir xil faoliyat yuritadi. Shuning uchun olimlar bemalol hayvonlarni mast qilib, ularning ustida turli tajribalar o'tkazishlari mumkin. Balki shuning uchun ham ilm-fanga ajratilayotgan mablag'lar yildan-yilga kamayib ketayotgandir. Odamlar olimlardan nimalarni o'rganmoqdasiz deb so'rashganda, hayvonlarga alkogol berib, mast qilib, iniga borguncha necha qadam tashlashlarini sanayapmiz deyishlari chetdan bekorchilikdek ko'rinsa kerak-da. Mayli, yana video mavzusiga qaytsak. Alkogol ichilgandan so'ng u oshqozon va ichaklar orqali qon oqimiga so'riladi va organizmning himoya to'siqlaridan hech qanday qiyinchiliksiz o'tib, butun tana bo'ylab tarqaladi. Hamda barcha to'qimalarda, jumladan asab tizimida ham deyarli bir xil yuqori miqdorda to'planadi. Shuning uchun ham hatto nafas chiqarilganda havo oqimi bilan spirt molekulalari tashqariga ajralib chiqadi. Va zamonaviy alkotesterlar ularning eng kichik miqdorini ham osongina aniqlay oladi.
spirt miqdori yuqori bo'lsa, bu organizmning bir necha soat zaharlanishiga yoki sizga tanish bo'lgan mast bo'lish holatiga olib kelishi mumkin. Alkogol miqdoriga qarab, etanol 6 soatdan 24 soatgacha bo'lgan vaqtda organizmdan chiqarib tashlanadi. Hujayralar darajasida esa to'liq alkogoldan qutulish uchun 21 kun talab etilsa, soch tolalarida spirt 90 kungacha saqlanadi. Jigar esa qonni spirtdan tozalashga harakat qiladi va jigarda etanol parchalanishi sodir bo'ladi. Natijada jigarda asetaldegid deb ataluvchi modda hosil bo'ladi. Uning bir qismi qonda erib, yana organizm bo'ylab tarqaladi. Alkogolning asab tizimiga va xulq-atvoriga ko'rsatadigan ta'siri esa ham spirtning o'ziga, ham uning qoldiqlari bo'lgan asetaldegid va sirkaga bog'liqdir. Aynan asetaldegid yuz qizarishi, ko'ngil aynishi, qusish, bosh og'rig'i, yurakning tez urishi va kuchli terlash kabi yoqimsiz holatlar uchun javobgardir. Spirtli ichimliklarni uzoq vaqt yoki ko'p miqdorda ichish jigarda yog' to'planishiga va gepatitga sabab bo'ladi. Sirroz kasalligi esa jigarda qaytmas chandiqlar hosil qiladi. Bu qon aylanishiga to'sqinlik qilib, jigar yetishmovchiligiga olib keladi. Miya va asab tizimi haqida gapirsak, alkogol miya faoliyatini keskin sekinlashtiradi. Bu esa mulohaza yuritish, nutq, muvozanat va tashqi muhitga javob tezligini kamaytiradi. Miya qisqa muddatli ma'lumotlarni uzoq muddatli xotiraga o'tkaza olmay qoladi. Natijada odam nima bo'lganini eslay olmaydigan holatlar yuzaga keladi. Asetaldegid ham shu jumladan miyaga borib, u yerda to'planadi. Uni ustiga miyaning o'zida ham modda almashinuvi sodir bo'lgani uchun u yerdagi spirt ham asetaldegidgacha parchalanadi. Oqibatda asetaldegid miyada alkogolning mast qiluvchi ta'sirini kuchaytiradi. Oddiy spirtdan farqli o'laroq, bu modda organizmdan osonlikcha chiqib ketmaydi va miya to'qimalarida to'planib, xavfli kasalliklarni, shu jumladan asab va ruhiy xastalikni keltirib chiqaradi. Alkogolning miyaga bo'lgan uzoq muddatli ta'siri esa hayratlanarli darajada keng va xilma-xildir. U organizmning barcha hayotiy tizimlariga neyromediatorlar darajasida retseptorlar, fermentlar va boshqa ko'plab molekulalarga o'z hukmini o'tkazadi. Bu jarayonlar natijasida miya tuzilmalarida chuqur o'zgarishlar yuz beradi. Aynan molekulyar tuzilmalardagi buzilishlar tufayli tanada alkogolga nisbatan chidamlilik shakllanadi. Ya'ni spirtli ichimlik ichuvchi odam uning miqdorini va spirtli ichimlik gradusini oshirishga harakat qiladi. Ichish to'xtatilganda esa og'ir lomka alomatlari paydo bo'ladi. Masalan, miyamizning eng asosiy harakatlantiruvchi kuchi bu glutamat tizimidir. Bu tizim miyadagi asosiy gaz pedali bo'lib, asab faoliyatini kuchaytiradi. Alkogol esa bu tizimda tormoz vazifasini bajaradi. Surunkali alkogol iste'moli aynan glutamat tizimini sekinlashtiradi va ichkilik ichish to'xtatilganda bu tizim haddan tashqari tezlashib, xavotir va ong chalkashishini keltirib chiqaradi. Miyadagi GABA tizimi esa u yerdagi asosiy tormoz hisoblanadi. Alkogol miya hujayralariga kirishi bilan bu tormoz tizimini yanada sekinlashtirib yuboradi. Natijada inson bo'shashadi, xavotir chekinadi, uyqu bosadi, ammo shu bilan birga fikrlash, harakat qilish, muvozanatni saqlash qobiliyati buziladi. Miya esa bunga javoban alkogolning uyqusiratuvchi ta'siriga qarshi kurashish uchun o'zining gaz pedali bo'lgan glutamat tizimini yanada kuchaytiradi. Eng dahshatlisi, alkogol iste'moli to'xtatilganda, ya'ni lomka davrida boshlanadi. Endi tanada tormoz vazifasini bajaruvchi GABA yetishmaydi. Lekin gaz vazifasidagi glutamat haddan tashqari ko'p. Bu dahshatli nomutanosiblik insonni o'ta og'ir xavotirga, ruhiy azoblarga va hatto hayot uchun xavfli bo'lgan tutqanoqlarga sabab bo'ladi. Miyamizning yana bir sirli va muhim moddalaridan biri bu dofamindir. Dofamin gormoni huzur, rag'bat va mukofot hissini boshqaradi. Alkogol dofamin miqdorini keskin oshirib, insonda rohat hissini uyg'otadi. Ammo uzoq muddat ichish dofamin yetishmovchiligiga olib kelib, tushkunlik va qayta ichishga majbur qiladigan qaramlikni yuzaga keltiradi. Serotonin gormoni esa inson kayfiyati, uyqusi, ishtahasi va xotira tizimlarini boshqaradi. Alkogol serotonin tizimiga kirganda, u serotonin tizimlarini uzoq ishlatib, tezlashtiradi. Natijada spirt organizmdan chiqayotganda, shuningdek uzoq vaqt spirtli ichimlik iste'mol qilinganda, serotonin zaxirasi kamayib boradi. Serotonin yetishmaganda bu tizimni faollashtirish uchun ichkilik ishtiyoqi yanada kuchayadi. Bu misollar ichkilik nega miya va tanada bunday murakkab o'zgarishlar bo'lishini tushuntiradi.
yurak qon tomir tizimiga kelsak, ko'p ichish stress gormonlarini chiqaradi va bu qon tomirlarini toraytirib, qon bosimini oshiradi. Hatto bir marta ko'p ichish ham yurak urish maromini buzilishiga, ya'ni aritmiyaga sabab bo'lishi mumkin. Vaqt o'tishi bilan yurak mushaklari kuchsizlanadi. Bu esa kardiomiopatiya deb ataladigan holatga va yurak yetishmovchiligi xavfining ortishiga olib keladi. Hazm qilish tizimi va oshqozon osti bezi ham spirtli ichimliklardan jiddiy zarar ko'radi. Alkogol oshqozon kislotasini ko'paytirib, o'tkir gastrit va oshqozon yarasini keltirib chiqaradi. Shuningdek, u organizmning ovqat hazm qilish va foydali moddalarni, ayniqsa B guruh vitaminlarini so'rib olish qobiliyatiga xalaqit beradi. Pankreatit kasalligida esa alkogol oshqozon osti bezidagi fermentlarni muddatidan oldin faollashtirib yuboradi. Bu esa juda og'riqli va surunkali yallig'lanishga sabab bo'ladi. Alkogol ichak devorlarining gips aloqalarini yemirib, ichakdagi xavfli bakteriyalar zahari LPS deb ataladigan modda qon oqimiga sizib chiqishiga sabab bo'ladi. Bu zahar jigar va boshqa to'qimalarda yallig'lanishni keltirib chiqaradi. Agar yallig'lanish miyada sodir bo'lsa va bu jarayon o'z vaqtida to'xtatilmasa, u miya hujayralarining yemirilishiga va Alsgeymer hamda Parkinson kasalliklarida kuzatiladigan holatlarga olib kelishi mumkin. Immun tizimi ham alkogol ta'sirida zaiflashadi. Natijada organizmning infeksiyalarga qarshi kurashish qobiliyati pasayadi. Asetaldegid esa birinchi guruh kanserogeni hisoblangani uchun saraton keltirib chiqaruvchi sabablardan biri hisoblanadi. Etanol og'iz bo'shlig'i, tomoq, qizil o'ngach, jigar, yo'g'on ichak va ayollardagi ko'krak saratoni xavfini sezilarli darajada oshirishi aniqlangan. Surunkali ichish natijasida genlar ish faoliyati ham o'zgaradi va asab hujayralari o'rtasidagi aloqalar butunlay qayta quriladi. Tadqiqotlar homilada alkogol ta'siri natijasida yuzaga keladigan og'ir rivojlanish nuqsonlari va kelajakda alkogolizmga moyillikni keltirib chiqaradigan genetik mutatsiyalar borligini ko'rsatmoqda. Sizda bu qadar ko'p ilmiy izlanishlar olib borish nega kerak degan savol tug'ilishi mumkin. Javob esa oddiy. Agar biz etanolning tanaga va miyaga qanday ta'sir qilishini tushunsak, unga qarshi samarali dori vositalarini yaratishimiz mumkin bo'ladi. Va bugungi kunda alkogolizmga qarshi kurashda qo'llaniladigan bir qancha dorilar mavjud bo'lib, ular yuqorida aytilgan miyaning turli tuzilmalariga ta'sir qilish orqali ichkilikka bo'lgan ishtiyoqni kamaytirish, lomka belgilarini yengillashtirish va qayta ichishni oldini olishga yordam beradi. Masalan, topiramat va batslafen miyadagi glutamat va GABA tizimlariga ta'sir qilib, ortiqcha qo'zg'alishni kamaytiradi va ichkilikka bo'lgan ishtiyoqni pasaytiradi. Fluoksitin esa serotonin miqdorini oshirib, tushkunlik va ichish istagini kamaytirishi mumkin. Akamprosat miyadagi muvozanatni tiklashga yordam berib, lomka davridagi bezovtalikni kamaytiradi. Naltrekson alkogoldan olinadigan huzur hissini susaytirib, qayta ichishni oldini olishga yordam beradi. Xulosa o'rinda aytib o'tamizki, alkogol inson miyasini asta-sekin o'zgartirib, uni qaramlik tuzog'iga tushiradi. Ammo zamonaviy ilm-fan bu jarayon qanday ishlashini tobora chuqurroq o'rganib, bu darddan qutulish yo'llarini ko'rsatmoqda. Natijada surunkali alkogolizm bugun davolab bo'ladigan kasallikdir. Lekin dori vositalarining o'zi yetarli emas. Malakali yordam, qunt bilan davolash va inson irodasi bilangina bemor alkogol qaramligidan to'liq qutulishi mumkin. E'tiboringiz uchun rahmat. Agar video sizga foydali bo'lgan bo'lsa, like bosing, kanalimizga obuna bo'ling va izoh qoldiring. Agar qaysidir ilmiy mavzu sizni qiziqtirayotgan bo'lsa, uni ham izohlarda yozing. Balki aynan sizning izohingiz keyingi videolarimiz mavzusi bo'lar. Yana Fantech kanalida ko'rishguncha.